Bugungi videomizda demak ayollar ichida hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan sut bezidagi kistalar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Demak, kista nima degan savolga avval javob berib olamiz. Kista bu usti qobiq bilan o'ralgan, ya'ni kapsulasi bor, ichida suyuqlik saqlaydigan xavfsiz hosila hisoblanadi. Kistalar mammologlarga, shifokorlarga murojaat qilgan bemorlarning o'rtasida shu 80% gacha uchraydi. Bu kistalarni xavfligi o'tib ketish holatlari esa 1-2% ni tashkil qiladi. Kistalar qanday hosil bo'ladi degan savolga juda ko'p misollarni keltirishimiz mumkin. Kistalarni kelib chiqish sababi bu birinchi o'rinda gormonal o'zgarishlar. Kistalar demak balog'at yoshiga yetgandan keyin, hayz sikli boshlangandan keyin klimaks yoshigacha shu oralig'ida kelib chiqish ehtimolligi kuchli, ya'ni gormonal buzilishlarning hisobiga. Mana shu davrda insonda, shu ayollarda gormonal o'zgarishlar, ya'ni estrogen va progesteron, prolaktin gormonlarini qonda o'sha titrini, ya'ni muvozanatini buzilishi natijasida sut bezida kista kelib chiqishi mumkin. Keyingi yana asosiy sabablardan biriga stresslar kiradi. Avvalgi davrda ayollarimiz odatda shu oila tashvishlari bilan, farzandli tarbiyasi bilan ovora bo'lishgan va ularni qiladigan vazifalari bir xil bo'lgan, oila. Hozirgi davrda ayollarimiz уже ishlashyapti, ko'p stresslar, ko'p ish bilan bog'liq bo'lgan, oila bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni oilada ham ona, ham turmush o'rtoq, ishxonada bir qaysidir kasbni mas'ul egasi hisoblanishadi. Shuning uchun hammasi bu ayollar uchun bu katta stress, ya'ni kuchli ta'sirlanish hisoblanadi. Chunki bu nagruzkani hisobiga bu gormonlarni, ya'ni buzilishi, ya'ni shu ko'p stresslarning natijasida ham, ya'ni shu kistalar kelib chiqish ehtimolligi bor. Shu mana shu stresslardan keyingi kistalar kelib chiqishiga bir misol aytaman. Masalan, mana bugungi konsultatsiyamizda bir bemor ayol keldilar. Demak, kista tashxisi bilan 1 yildan beri nazoratimizda turardilar. 3 oy oldin kelganlarida kistalar so'rilgan edi. Повторный tekshiruvga biz har 2-3 oyda kelishni maslahat beramiz. Bu safar kelganlarida biz o'zi tekshiruvni ko'ryapmiz, boshqa joyda yana kista paydo bo'lgan. Va aytyapmiz, sizda hammasi joyida edi, hammasi norma deydi. Nimaga siqildingiz yoki qanaqa muammo bo'ldi? Nima uchun sizda yana ozgina o'zgarish bo'ldi deb savol berganimizda ular aytib qoldilar, shunaqa yaqinda shu 1 oymi, 1,5 oy oldin onalarini vafot etgan va shuni hisobiga menda ozgina stress bo'lganini aytishdi. Demak, stress ham bu kistalarning paydo bo'lishi uchun, demak, o'ta qattiq tushkunlik yoki depressiya yoki stresslar ayollarda mana shunday xavfsiz yoki xavfli kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yana kista kelib chiqishiga sabablar demak juda ham ko'p. Buni asosiylarini aytdim. Birinchisi demak gormonal buzilishlar, ikkinchisi stresslar, demak uchinchisi bu ayollarimizni hayz siklini kech boshlanishi yoki kech turmushga chiqish va kech homilador bo'lib farzandli bo'lish. Bu ham demak ayollarimizda kista paydo bo'lishiga va shu xavfsiz va xavfli kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Va yana homiladorlik kuzatilgandan keyin abortlar qilinishi ham bu kistalarning kelib chiqishiga. Chunki organizm уже homiladorlik boshlandi, farzand ko'rishga tayyorlanish etapida bu o'sha homilaning tushishi bu demak gormonlarni juda tez holatda buzilishiga va organizmga nojo'ya ta'sir qilishga olib keladi. Demak, abortlardan keyin ham shu holatlar kuzatiladi. Yana bir sabablardan biri hozirgi kunda ayollarimizni shu jinsiy hayotni normada, regularno olib bormasliklari. Ya'ni ayollar hozirgi kunda juda ham karyera qilishga yoki-da shu pul topishga yoki boshqa narsalarga chalg'ib, asosiy shu oila, turmush qurish yoki turmush o'rtog'i bilan yashash degan narsalarni bu 2-3 darajali deb hisoblashyapti. Lekin doimiy bu ayol bilan erkak hech qachon bu bekorga juft qilib inson yaratilmagan. Bular doim bir-biriga kerak. Mana shu holatda bo'lishi ham, ya'ni erkaklarimiz bilan ayollarning vaqtida o'sha jinsiy hayotni bo'lmasligi, oila tashvishlari bilan ko'p chalg'ish va kech turmushga chiqish yoki ajrashishlar yoki polovoy partnyorlarni, ya'ni o'sha erkaklarni ko'p almashtirish. Bu ham demak gormonlarning buzilishiga va ayollarda shu kista yoki xavfsiz
o'smalar yoki xavfli o'smalar kelib chiqishiga ham yoki bir jinskiy boshqa kasalliklar kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Demak, o'sha ayollarimizga ham maslahat bergan bo'lardim. Doim o'sha karyera qilishdan oldin yoki boshqa narsalarni maqsad qilishdan oldin birinchi maqsadni oilaga qaratishsa, birinchi o'rinda shu oilani tinch va regularni yo'lga qo'yib, shu oilaviy hayotni, oilaviy turmush tarzini yo'lga qo'yib va keyingi etaplarda karyera va pul topishga qaratsa, ana shunda sog'lik, umrni uzayishi, kasal bo'lmaslik va shu xotirjamlik va pul topish hammasi bir xil tempda ketadi degan fikrdaman. Kistalar oddiy va asoratlanganga bo'linadi. Oddiy kistalar xavfsiz, asoratlangan kistalar xavflilik darajasi yuqori bo'ladi. Qalqonsimon bez giperplaziyasi natijasida yod yetishmay, asabiylashish holatlarida sut beziga ta'sir qiladi va fibroz, ya'ni kistaga aylanish holatlari kuzatiladi. Bosh miyada gipofiz bezi prolaktin, estrogen va progesteron ishlab chiqarilishini stimulyatsiya qiladi. Agar giperprolaktinemiya kuzatilsa, protoklar kengayib, suyuqlik ko'payib ketadi va kistalar paydo bo'lishiga olib keladi. Doimiy progesteron va estrogenni qonda yuqori darajada bo'lishi ham solidniy kistalar, ya'ni xavfli kistalarga aylanishiga olib keladi. Ko'p turmushga chiqqan qizlarimiz yoki ayollarimiz tug'ruqdan keyin savollar bilan murojaat qilishadi. Emizmasam ham bo'laveradimi? Emizsam ko'kragim osilib ketishi mumkin, qomatim buziladi yoki emizsam uyda o'tirib qolaman, ishlashim kerak, karyera qilishim kerak yokida hozirgi qo'shimcha ovqatlarni meni sutimdan ko'ra kuchi yaxshiroq, sifati yaxshiroq, kaloriyasi kuchliroq degan har xil bahonalar bilan emizmaslikka bahona qilishadi-da. Men maslahat bergan bo'lardim, bu sut bezi bu to'g'ri Alloh tomonidan hammaga berilgan bu tabiat ne'mati hisoblanadi. Har bitta a'zoni o'zini bajaradigan funksiyasi bor. Ya'ni ana shu vazifalardan to'g'ri foydalansak, biz vaqtida o'sha ishlatilish kerak bo'lgan joyda ishlatsa, o'shanda masalan keyingi kasalliklar, o'sha xavfli, xavfsiz kasalliklarning kelib chiqishini oldini olgan bo'lamiz va hayotda o'sha to'g'ri yashashimiz uchun, uzoq yashashimiz uchun va shu farzandlarimizni ham sog'ligi uchun bir to'g'ri ish qilgan bo'lamiz deb o'ylayman. Ayollarimizda shu rejalanmagan homiladorlikdan saqlanish uchun kontraseptiv preparatlar ichishadi. Mana shu preparatlarni qanday ichish kerakligi haqida ham yetarlicha o'zlarida bilim bo'lmagani uchun kontraseptiv preparatlarni masalan har kuni bitta vaqtda, masalan kechqurun soat 8 da ovqatdan keyin yoki 9 da yokida regularni 21 kun ichish kerak bo'ladi. Bu ayollarimiz vaqtini hisobga olishmaydi yokida kunida adashishadi. Bir kun ichishadi, 2 kun ichishmaydi, 5 kun ichishadi, 1 kun ichishmaydi. Mana shu holatlar natijasida ham noregulyar kontraseptiv preparatlarni qabul qilish natijasida ham sut bezida demak kistalar paydo bo'ladi. Har xil xavfsiz fibroadenomalar hosil bo'ldi va holanki xavfli kasalliklarga ham, ya'ni sut bezi saratoniga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Ayollarimiz sut bezi kistasi bilan mammologlarga, ya'ni bizga murojaat qilishganda, ularni biz nazoratga qo'yamiz. Har 2 oyda yoki 3 oyda kelib UZI tekshiruvidan yoki mammografiya tekshiruvidan o'tib turishni maslahat beramiz. Endi mammografiya tekshiruvi 1 yilda 1 marta amalga oshiriladi. Kistalar o'sha kuzatuvga qo'yilgandan keyin har 2 oyda ularni razmerini solishtiramiz. Ba'zida kistalar so'rilib ketish ehtimolligi ham ko'p. Juda ko'p holatlarda kistalarning so'rilib ketganini ham ko'rganmiz. Qaysidir lecheniyalar yozib bergan davo muolaja natijasida kistalar so'rilib ketgan holatlari ham bo'ladi, lekin kistalar asosan juda kamdan kam holatlarda so'riladi. Lekin kuzatuv natijasida agar tez kattalashib ketish ehtimolligi bo'lsa, demak shprits bilan aspiratsiya qilib ichidagi suyuqlikni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Qachon kistadan shubha qilsak bo'ladi? Ya'ni qachon kista rakka aylanishi mumkin? Ko'p ayollarimiz savoli, menda kista bor, rakka aylanib ketmaydimi, saratonga aylanib ketmaydimi degan savollarni ko'p berishadi. Biz bekorga nazoratga qo'ymaymiz. Har 2-3 oyda kelishganda shu UZI tekshiruvi natijasida biz avvalgi holati bilan hozirgi holatini solishtiramiz. Agar holatida kistada o'zgarish bo'lsa, ya'ni qobiqlari qalinlashgan bo'lsa kistani yoki chegaralari noaniq bo'lsa yokida sitologiya qilganimizda yoki shpritsda aspiratsiya qilib ichidagi suyuqlikni olganimizda qon aralash, suyuqlik chiqadigan bo'lsa, mana shu holatlarda biz yana ham chuqurlashtirilgan tekshiruvlar qilamiz va buni natijasiga qarab bemorga individual podxod, ya'ni individual taktika qilamiz. Ya'ni tekshiruvlarning natijasi bizga aniq nima qilishimizni yechimini beradi. Agar kistalarimiz razmeri tez kattalashsa yoki ko'payib ketadigan bo'lsa yoki aspiratsiya qilgan holatimizda ham yana qayta kista hosil bo'lib yoki suyuqlik bilan to'ldirsa, demak bu holatda ham
xirurgik holatda kistani qobig'ini olib tashlashimizga to'g'ri keladi yoki o'sha qo'shimcha tekshiruvlar bilan buni sababini va yechimini individual bemorni holatiga va sharoitiga qarab biza taktika qilishimizga to'g'ri keladi. Kistalarni qanday davolaymiz va davolashda nimalar muhim degan savolga, demak, kistalar agar kichkina bo'lsa, o'zgarishsiz bo'lsa, kuzatuvga qo'yamiz, ya'ni 3 oydan 6 oygacha va 12 oygacha bemorlar tekshiruvga kelib, ko'rikka kelib ketib turishadi. Keyingi holat, agar qattiqlik bo'lsa, bemorlarimizda sut bezini bezovta qilsa, taranglik bo'lsa va o'sha kistani ichida suyuqlik to'planib kattalashgan razmeri bo'lsa, demak uni aspiratsiya qilib, suyuqligini shpritsda tortib olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Keyingisi kompleksli kistalar bo'lsa, agar kistada qanaqadir o'zgarishlar, boya aytib o'tganimdek, kistani suyuqligida qonli ajralmalar bo'lsa yoki yiringli holatlar bo'lsa yoki gistologiya qilganimizda atipik hujayralar topilsa, demak shifokor bilan maslahatlashgan holatda mutaxassis bilan operatsiya amaliyoti, ya'ni kistani qobig'i bilan olib tashlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Va oxirgisi, boya aytib o'tganimdek, gormonlar bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, shifokor endokrinolog bilan birga va o'sha jenskiy tomondan, demak, ginekologik kasalliklar bilan xronический doimiy davolanib yuradigan ayollarda ham, demak, kistalar kuzatiladi. Ginekolog bilan birga davolash yoki ko'p stressli oilasida yoki hayotida shunaqa muammolar ko'p bo'lsa, demak, psixolog bilan maslahatlashib, demak, kombinirованный lechение qilsa ham bu kistadan xolis bo'lish uchun yaxshi taktikalar hisoblanadi. Sut bezida kistalar paydo bo'lishi qachon to'xtaydi? Bu doimiy men bilan kistalar yashaydimi yoki qachondir buni paydo bo'lishi yoki o'sishi, rivojlanishi to'xtaydimi degan savollar berishadi. Albatta to'xtaydi. Klimaks davrida, ya'ni ayollarda gormonal fon to'xtagandan keyin, ya'ni progesteron, estrogen, prolaktinlarni qonda ishlab chiqarilishi qachon to'xtaydi? Hayz sikli to'xtagandan keyin ana shu paytda уже kistalarni kattalashi ham, paydo bo'lishi ham to'xtaydi va sekin-sekin so'rilib ketish ehtimolligi ham yuqori bo'ladi. Kista bu hukm emas. Ayol kishi borki, bu kista bilan kasallanish ehtimolligi juda ham yuqori. Faqat sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, vaqtida turmushga chiqish, vaqtida farzand ko'rish, vaqtida farzandlarni ona suti bilan emizish, vaqtida, demak, jinsiy hayotni olib borish, stresslardan xoli bo'lish, hamma narsaga shu asabiylashib, juda ham ayollar o'zini qiynab yashash kerak emas. Ana shunda nima deydi? Yomon kasalliklar, kistalar va boshqa kasalliklarni ham oldini olgan bo'lamiz. Sut bezida qanday muammolar va qanday o'zgarishlar bo'lishidan qat'iy nazar, har 6 oyda mutaxassis mammologga ko'rinib, albatta tekshiruvlardan o'tib turing. Hech qachon mutaxassis mammologga murojaat qilishdan qo'rqmang. Har qanday kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan eng muhim hisoblanadi.